Bismillahirrahmanirrahim. Sura A'raf. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Ey Muhammed, kafirlarni ogohlantirishing uchun, mo'minlarga vaz nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliğ qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yuraking siqilmasin. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga agishinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga agashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilasizlar. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Biz nurg'un shahar aholisini halak qildik. Bizning azobimiz ularga kechsi yoki tushdagi uxlayotgan chog'larida keldi. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Bizning azobimiz kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimi? Sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardordurmiz. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga
turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundoq ne'matlari bor turqliq. Uningga nihoyat oz shukr qilasizlar. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Şübihsizki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yuzasidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. O sajda qilguvchilardan bo'lmadi. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah iblisqa seni sajda qilishga buyurgan chegimda nemishqa sajda qilmading dedi. Iblis men uningdan ortiq meni o'tdin uni loydin yaratding dedi. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah iblisqa aytdi. Sen bu yerdan, yani jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardan sen. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. İblis, ma kishilar qayta tirildiriladigan kungacha, yani qiyomat kunigacha muhlat bergin dedi. قال إنك من المنظرين. Allah, sana muhlat berildi dedi. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. İblis aytdi. Senin meni ozdurganligingdan ular, yani Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ldiraman. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qilguvchilar emasligini ko'rasan. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah aytdi. Jannatdan ayıplangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana agashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ey odam, sen ayoling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xoliqininglarcha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Onunğa yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini echib etish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi:
Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'i qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tövan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari echilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qoyib, "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni man'i qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim?" deb nido qildi. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ular, Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah aytdi. Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajilinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Allah aytdi. Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lusizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalariga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlaridandir. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib, jannatdan chiqarib atgandek, sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib atgan edi. Ya'ni
ularning yalang'och bo'lib kelishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilari sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki, biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ular, yani müşriklar, birer yaman ishni qilgan chog'larida ota bovlarimizning mushundoq qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shundoq qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandilarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki, ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda gumon qiladi. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar, ishchinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrof qilg'uvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, sherin, pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mo'minlar uchun yaratilgan. Garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mo'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yo'shirun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq cheqilishni, Allohning sheriki bo'lishga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni
Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni, Alloh nomidan qalaymiqan so'zlashni harom qildi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Payg'ambarlarni inkor qilgan har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammu ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ey odam bolalari, ishinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda, taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon aytishga gadankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolgusidir. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allahqa yolg'on choplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibisini ko'radi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi? Ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kofir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik beradi. Ya'ni kofir bo'lganliklariga iqror qiladi. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi. Sizlardan ilgari o'tgan jillardan va insonlardan bo'lgan kofir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgirki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agash kuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaritib
ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdurgan, ularga 2 hassa dozaq azobi bergin deydi. Allah hammaga 2 hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ularning orasidagi ilgirkilar keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Innallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Şübihisiz ki, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon aytishga gadankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Dozaqda ularning ostiga soladigan ko'rpsimi o'ttin, ustiga yepinadigan yotqinimi o'ttin bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar kişini faqat küçü yetadigan iş qılı təklif qılımız. Ani şular ahli jannatdir. Ular jannatda hamisha qoladi. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarni elib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanlari eqib turadi. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsin-ki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilinadi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Ahli dozaqqa biz
Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakorchi ularning orasida mundoq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Zalimlar kishilarni Allohning dog'dom yo'lidan to'sidi. Uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning siymosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb tovlaydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in" deydi. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. A'rafdikilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nemiga asqotdi deb tovlaydi. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. A'rafdikilar do'zaxiylarga mo'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أهل دوزاق أهل جنتك سودن yoki Allah sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz qo'yib bersanglar deb tovlaydi. Ahli jannat ularga javoban Allah ularni kofirlarga harom qilgan deydi. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Kafirlar dinlerini mesxire ve oyuncuk kılıp aldı. Ularni dünya tirikçiliki al dedi. Ularning bugünkü künge mulakat buluşini unutganlıkları
va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutuymiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ularga kitap, yani Qur'on berdik. Uni, yani Qur'onning ma'nilarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ular, yani kuffarlar, faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bulandigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb e'tirof qilgan ma'butlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ular, yani kuffarlar, faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bulandigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb e'tirof qilgan ma'butlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Şübihisiz ki, Parvardigoringlar Allah osmonlarni va zeminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Allah kechi bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomliq o'rin olmishib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'uchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni
koinotni tasarruf qilish rastulloh Allohning ilkidir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yoshirin duo qilinglar. Duo qilganda kelsi kelmas so'zlab, tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah payg'ambarlarni avatib, yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Allah'ның rahmeti, yani yağmur, maydonga kelish oldida Allah bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'tirgan chog'da ularni o'lik, ya'ni qog'jirab ketgan giyohsiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zemindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Munbat yerning giyosi Allohning izni bilan to'liq o'nidi. Bu vaz nasihatga quloq selib uningdan foydalanadigan mo'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundoq shakllarda bayon qilamiz. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga kelishinglardan qo'rqaman" dedi. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Qavmining cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz" dedi. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men qilchimu gumroh emasman, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sizlarga
Parvardigorimning elchiligini yetkuzaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sizlarni ogohlantirish uchun kufridan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanmamsizlar? فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Ular Nuhni inkar qildi. Nuhni uning bilan kemida birga bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkar qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ad qavmiga ularning qerindishi Hudni avatdiq. Hud, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar, dedi. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Onun qavmining iymon etmagan cho'nglari, biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz, dedi. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Hud aytdi, ey qavmim, men ahmaq emasman, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkuzaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin bosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, basdik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ular, ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zliguvchilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud, sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Menmu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman dedi. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni talto'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Samudqa ularning qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan kishi to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning zeminiga qo'yib etinglar. İxtiyoriy o'tlasin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yod etinglar ki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Od qavmidan keyin ularning o'rin bosarlari qildi. Sizlarni Hijr zaminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzdanlariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib, uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Onun qavmining takabbur cho'nglari bo'zak qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mo'minlarga, sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
heyliqi takabburlar, sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz dedi. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ular kishi tögini bo'g'izladi. Parvardigorining amrini tutishdan bosh tortdi va ey Solih, Rasululloh payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ularga qattiq zilzala yuzlandi-da, ular o'ylarida o'ltirgan peti qaytib qoldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ular halak bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkizdim. Sizlarga nasihat qildim. Lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar dedi. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lutni ahli Sadumga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzasidan mundoq degan edi. Sizlar shundoq qabih ishni qilamsizlar? Mundoq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Lutning qavmining birdan bir javobi, Lutni uning agashkuchilari bilan qo'shib shahringlardan chiqirib etinglar. Chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan billa uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinila shaharda qelib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Ularga bir turlik yağmur, ya'ni tosh yağdırdık. Günahkarlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Madiyan xalqiga ularning qerindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar.
kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib, zeminni tuzigandan keyin zeminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqarg'ucha sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidir. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Şuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Şuayb, seni cho'qim agashkuchilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqiramiz. Yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak", dedi. Şuayb: "Biz buning har ikkilisini yomon ko'rdigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar", dedi. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Şuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on choplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolislar. Biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisidirsan." وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Onun qavmining imonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Şuaybga agashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar", dedi. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular o'ylarda o'ltirgan peti qaytib qoldi.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashimagandek bo'lib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Shuayb ularga orqasini qilib, "Ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandoqmi kafir qavmga qayg'uray?" dedi. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribdor qildik. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Ondan ularning beshig'i kelgan kulpatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bovlarimizning beshig'a haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Alloh tarafidan kelgan oqibat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufridan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shuni ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketsi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Zeminning ilgirki egalari halok bo'lgandan keyin zeminga varis bo'lg'uchilarni xolisoq gunohi tufaylidan
halak qiladiganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz ularga, ya'ni zaminga varislik qilguvchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Tilkal Qur'on naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Aşu şəhərlər ahalisinin bəzi xəbərlərini, ey Muhammed, sana hikoya qilib berimiz. Shak shubhasiz ki, ularning payg'ambarlari ularga mo'jizalar elib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmedi. Allah kafirlarning dillarini ani shundoq pechatlaydi. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Ularning to'lisinin ro'zi misaqda bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisinin shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ishkanligini bayqadik. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdiq. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل." Allah namıdın faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Rostullah, Parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota bovlarining vatani muqaddas zaminga borsin. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Fir'avn Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchillardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin", dedi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa hassini tashlab edi. U nagahan oshkora bir ajdahoga aylandi. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Qo'lini qo'ltiqidan chiqarib edi. U nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Qo'lini yoqsidan chiqarib edi. U nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Fir'avn qavmning cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nihoyat usti sehrgar ishkan. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون." U sizlarni zamininglar, ya'ni
Misr zeminidan haydab chiqirib etmoqchi. Nima maslahat berisizlar? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Ular aytdi. Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. أتوك بكل ساحر عليم. Ular barliq usti sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Firavun sehrgarlarni yig'ishqa odamlarini avatdi. Sehrgarlar Firavunning qeshig'i keldi. Ular agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Firavun, ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Ular, yani sehrgarlar, "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizninkini avval tashlamdik" dedi. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Musa, sizlar tashlanglar dedi. Ular asa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musaga asangni tashlig'in deb vahiy qildik. Musa asini tashlab edi, u ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib etdi. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. وألقي السحرة ساجدين. Sehrgarlar sajdaga bordi. قالوا آمنا برب العالمين. Ular dedi, olamlarning parvardigoriga iymon etdik. رب موسى وهارون. Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Firavun aytdi, sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hiylanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim doriga esib o'ldiraman. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Sehrgarlar aytdi, biz albatta
Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchunla ayiblayotsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgin. Bizni musulmon petimizcha qabz ruh qilgin. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Fir'avn qavmining cho'nglari Fir'avnga Musa bilan uning qavmini zeminida fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Fir'avn ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarini bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Musa öz qavmiga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Ular, sen bizga kelishtin burunmu, kelgandan keyinmi, aman xorlanib keldik dedi. Musa, Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zeminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qiladiganliklaringlarga qarshi muhaqqaqdir dedi. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah'a qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tavalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining hosolini kemaytirish bilan sinadik. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ular agar paravollik mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ular, ya'ni Fir'avn qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ularga su aptini, çeketke, pit, paqa, qon, balalarını roşan möcizeler qilib avatdiq. Allahqa iman eytishqa ularning gadan kashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Ularga bala nazil bo'lganda, ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikingning haqiqiy hurmati bilan bizdan balani ko'tirib yetishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan balani ko'tirib vassang, sana cho'qim iymon eytimiz. İsroil avlodini cho'qim sen bilan billa qo'yib berimiz" degan edi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Ulardan balani vaqtliq ko'tirib atgan cheg'imizda ular to'satdan ahdilarini buzdi. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatlik qilgan Sham zeminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga voris qildik. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasag'onlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib atdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda: "Ey Musa, bizga ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin" dedi. Musa: "Sizlar haqiqatan nodon qavm ishkansizlar" dedi. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Şübihisiz ki, aşu kişilerinin batıl dinleri gumran bolğusudur. Ularning qilgan amalları bekardır. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Musa: Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim dedi. وَإِذْ
نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Öz vaqtida sizlarni Fir'avnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetikatdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi. Ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga elib qolatdi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Musaga bizga munojat qilishqa 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigoringning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qerindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzigin. Buzuqchilik qilguvchilarning yo'lida mangmig'in" dedi. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chog'da Parvardigorim "Manga o'zingni ko'rsatgin. Seni bir ko'rib olay" dedi. Allah: "Meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga toqat qila olmaydi. Lekin tog'ga qarag'in. Agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan" dedi. Parvardigori tog'ga tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilibatdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hoshiga kelib: "Parvardigorim, sen poktursan. Sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguchilarning avvaliman" dedi. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin." وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Biz onun üçün Tevrat taxtlarına İsrail avlodi dinida muhtoj bo'lgan vaz nasihat, dini ahkomlarning hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni, ya'ni Tevratni mahkam tutqin hamda qavmimni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Yeryüzüde nahaq takabburluk qiladiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Musa'nın qavmi Musa'dan keyin, yani Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatilmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilguvchi bo'ldi. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'onliklarini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquvchilardan bo'lamiz dedi. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Musa g'azablangan, g'amkin holda qaytib kelib qavmiga: "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib, ne qadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay, Parvardigoringlarning amriga oldirab ketdinglarmi?" dedi va g'azablanganlikdan Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Qerindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qerindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib atkili toz qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagin. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in." قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qerindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen
eng rahim qilg'uchi zotdir sen. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Şübihsizki, mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'xton qilguvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Yaman ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigoridan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa, biz belgilep bergen vakti elip kelish uchun öz qavmidan 70 kishini tanladı. Ularga zilzili yuzlanganda Musa, Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burulla halok qilgan bo'latding. Oramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan. Xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilguvchisan. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishlik yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik dedi. Allah aytdi. Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim mahluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufridan va gunohdan saqlanguvchilarga, mollarining zakatini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ular elçiga, ümmi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga agishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yezilganligini ko'rdi. Ularni yaxshi ish qilishga buyuruydi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi. Napok narsalarni harom qiladi. Ularning eg'ir yukini yenikletadi. Ularni selingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shatadi. Ya'ni ularga yuklangan eg'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga agashguchilar baxtga erishguchilardir. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ey Muhammed! Aytqin ki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga va uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga agishinglar. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Musa'nın qavmining, ya'ni Bani İsrailning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ular, yani İsrailni 12 tarmoqqa, yani qabilaga jamoalar qilib bo'lib etdik. Musaning qavmi Bayavanda uningdan suv talab qilganda Musaga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hossi bilan toshni urib edi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyivan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dinini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlandirgan lazzatlik narsalardan yanglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga
o'zlari zulm soldi. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani İsrailning ota-bobolariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemakliklardan xolig'ininglarcha yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan cheg'inglarda, "Ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin" denglar. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'zlarni, Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdik. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Ular, yani Yahudilardan deniz, yani Qulzum denizi boyidagi Ayla shahrining ahvolini so'rag'in. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklimisidan chiqatdi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustidan ularning oldiga kelatdi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundaq sinaymiz. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odamlar Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsizlar dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qilguvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zri aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ular nahyi qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed,
o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turdiganligini xabar qildi. Shubhisizki, Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta tez jazolig'uchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir. Marhamat qilguvchidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularni, yani Yahudilarni yer yüzüde turli firqalarga bo'lib atdik. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tövəllərimi bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ulardan keyin yaman avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayrimay qari qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsalar, والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qilguvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Öz vaqtida tur tog'ni qo'mirib, ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketidi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkamlarga amal qilinglar. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Öz vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan. Guvohlik berdik" dedi.
ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari. تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Yoki ota bovularimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Ularning gumrohlikdan, ota bovlariga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsili bayon qilamiz. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Ey Muhammad, ular yani Yahudilarga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Yani Kitabullahning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton opridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Qo'g'livatmasangmi, tilini chiqarib hasiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ani shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumron qilgan odam ziyon tortquchidir. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Şək şübhəsiz ki, cin və insonlardan nurg'unlarini dozaqqa yıqılğı buluş üçün yarattık. Ular dillari bolğunu bilenmi? U arqılıq haqni düşenmeydi. Ular közleri bolğan bilenmi? U arqılıq Allah'ның kudretinin dalillerini görmeydi. Ular kulakları bolğunu bilenmi? U arqılıq Allah'ның ayetlerini ibret ilip tanışmaydı. Ular goya hayvanga o'xshaydi. Hayvandan mı better gumrahdır. Yani şular gafildir. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah'ның güzel isimleri var. Allah'ni şu güzel isimleri bilen atanglar. Allah'ның isimlerini kelsi kelmez qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Biz yaratgan ümmetleri içinde haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ümmet var. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ularga möhlet berman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan mahluqotlari o'zlarining ajali yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah azdırgan kişini hidayet qilg'uchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdi ki, ular tengirqab yuradi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ey Muhammed, ular senden qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqin ki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga eg'ir vaqadir. U sizlarga to'yuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek. Uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah xolimigan ekan, o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan dab'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat
hosil qilgan bo'latdim. Ziyon zahmatkimi uchramagan bo'latdim. Lekin men g'ayibni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon aytadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguvchi qilib avatilgan payg'ambarman. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unsi ulpat elishi uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkini qo'rsoq ko'tirib, eg'ir bo'y yurdi. U bolaning qo'rsoqda o'sib cho'ngiyishi bilan eg'irlashgandan keyin xotin ikkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlaridan pokdir. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. U narsalar cho'qing'uchilarga yordam berolmaydi. O'zlariga mu yordam berolmaydi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Innallazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sodiqin. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baxsun. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Ular, yani butlarning mağıdığan putları barmı? Yoki tutadigan qo'llari barmı? Yoki ko'radigan ko'zlari barmı va anglaydigan quloqlari barmı? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni, yani butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman.
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga egidorchilik qiladi. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul, da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishqa, yaxshi ish qilishqa buyrug'in. Nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nodonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir. Ishingni bilib turg'uchidir. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchrasa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shishib qolmaydi. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizani keltirmasang, uni nemishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganigila amal qilaman. O'zlikimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Ya'ni so'z qilmanglar. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ishingda yod etgin. Atiganda, oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmagin. Innallazina 'inda robbika la yastakbiruna 'an ibadatihi
لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar, Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytidi va uningga sajda qiladi.